Sochi uzun bo'lishini xohlagan qizlar videoni oxirigacha ko'ringlar. Sizlar bilan birgalikda sochlarimizni o'stiramiz. Sochimizni uzun qilib o'stirish uchun birgalikda uxod qilamiz. Sajdyordan original nabor. Soch uchun shampun va konditsioner har bittasi 500 mg dan. Tasavvur qilasizlarmi, qanaqa barakali. Bu sochlarni nafaqat toza yuvib beradi, ichida kollagen va keratin effekti ham bo'ladi. Soch uchun shampun bilan konditsioner o'zi kamlik qiladi. O'shaning uchun yoniga maska balzamdan qo'shamiz. Maska balzamlarimizdan 500 mg shunaqangi barakali, sifatiga bo'lsa ishlatib ko'rganlar, bitta otsof yozib yuboringlar. Sochimizning uxudini eng oxirgi etapi maska krem. Buni effekti shunaqangi zo'rki, faqat etap shampun, konditsioner, balzam, maska oxirida shuni ishlatasizlar. Aytmoqman, har bittasini ichida kollageni bo'ladi, keratin effekt beradi. Sochinglarni yana ham toza qilib beradi, yorqin qilib beradi, sochinglarni uzun bo'lib o'sishda yordam beradi. Sajdyor naborlarimizni Kokosdan bemalol xarid qilsangiz bo'ladi. Kommentariyada sajdyor nabor deb yozib yuborsanglar, biz sizlarga narx haqida alohida ma'lumot jo'natamiz.